katta bo'lsang kim bo'lmoqchisan degan savolga javoblar shunaqa, masalan youtuber bo'laman deganlar bo'lishi mumkin. Shiorlar, boshqa bir balandparvoz gaplarni yig'ishtirish kerak. Baqirgan ovozlar, chalingan qarsaklar, bu narsalar bilan bu narsa o'zgarmaydi. Fikrlamaydigan, faqat iste'mol qilishni biladigan, shunchaki yaratilgan narsalarni iste'mol qilishdan u yog'iga o'tolmaydigan farzandingiz bo'lishini istaysizmi? 10 sahifalik hikoyaga nima qila olmaydi? Toqat qila olmaydi. Endi iloji yo'q. Assalomu alaykum. Shu kunlarda Toshkent kitob do'konlari peshtaxtalarida bitta quti paydo bo'ldi. U qutini ochsangiz, ichida turkum kitoblar chiqadi. Har bir turkumda 10 tadan kitob bor. Bu kitoblar nima haqida, nega Toshkent rastalarida bu quti paydo bo'ldi? Bular haqida ham albatta gaplashamiz, ammo eng boshida bitta narsani aytmoqchiman. Anchadan beri aytkim keladi bu masalani. Bola tarbiyasi deyilganda aksariyat xonadonlarda xayolga nima keladi? Bir nechta narsalar keladi. Masalan, xonani tartiblash, vazifalarni tekshirish, bolani qo'lidagi yoki uydagi ekranni cheklab qo'yish ma'lum bir soatlargagina. Bu kitob masalasi ko'pincha ro'yxatning qayerida eng pastki pog'onasidan o'rin oladi. Bitta tasavvur qilishingiz uchun bitta tushuntirmoqchiman shu narsani. Masalan, o'yinchoq ma'lum bir bo'shliqni to'ldiradi. Bolada ma'lum bir bo'shliq bor, uni o'yinchoq to'ldiradi. Masalan, multfilmlar izlaydi bolalar. Multfilm nima qiladi? Ma'lum bir vaqtni band qiladi. Kitob ulardan farqli o'laroq yangi bir maydon ochadi. Birinchisi bo'shliqni to'ldiradi, bor bo'shliq. Ikkinchisi vaqtni to'ldiradi, bor vaqt. Ammo kitob yangi maydon ochadi. Hali u maydon bolada yo'q edi, endi ochildi. Ya'ni bola kitobni qo'liga olganida uni tafakkur dunyosi kengayadi. Bu sahifalarni bunday ocharkan boshqa bir hayotni, boshqa bir tarixni ko'radi. Va buni ko'rarkan undagi hayotga bo'lgan tushuncha, boshqa narsalar nima bo'ladi? O'z-o'zidan kengayib boradi. Hech bir o'yinchoq, hech qanday ekran hozir aytganlarimni qila olmaydi. Sababini so'rashingiz mumkin. Sababi juda ham oddiy. Boya ham aytdim, o'yinchoq va ekran bolaning zehnini o'ziga bog'lab qo'yadi deylik. Ekranlar, o'yinchoqlar bolaning zehnini o'ziga bog'laydi. Kitoblar bolani zehnini o'zidan ajratib dunyoga bog'lab beradi. Endi ota-ona bu farqni anglab yetmasa, tushunmasa, bu haqida bosh qotirmasa, kitob olib bering degan so'zni nima maqsadda aytilayotganligini, kitob o'qisin bolangiz, kitob o'qiting, buni tushunmaydi. Avval, ya'ni